men uchun sharhda va juda ko'p sharhlovchilar uchun asosiysi qaysidir jamoa yutishi, qaysi jamoani qulog'idan tortish emas, balki sharh yaxshi chiqishi. Har bir epizodga to'g'ri, xiyonat qilmagan holda munosabat bildirish. Mana shuni men sharh deb bilaman, mana shuni neytrallik deb bilaman. Bu final o'tgan finaldagidek bo'lish ehtimoli juda ham kam, juda qiyin o'tgan finalni bosh, ammo Messi hamda Yamal o'rtasidagi uchrashuv sifatida tarixga kiradi. Ustoz va shogird ertaga mana shunaqa davom etayotgani, bittasiga yakunlanayotgani, bittasiga boshlanayotgani butunlay boshqacha voqelik. Afsus, endi hozir futbolni kuzatish oldingi 90-yillar kuzatuvidan farq qiladi. Men afsuslanyapman shundan. Men oldin ham bir marta bitta fikrni ilgari surgandim, qo'shilsangiz yozib ketasiz. Ronaldo hamda Messi bir-biri bilan kurash olib borayotgan paytda aytgandim. Men shu Ronaldoning ashaddiy muxlislari ham, Messining ashaddiy muxlislari ham aslida baxtni to'laqonli his qilishmaydi, chunki ular bitta o'sha daho futbolchini yomon ko'rib yashashadi. Hali yomon ko'rib, muvaffaqiyatsizlik tilab, uni yiqilganini kutib yashashadi. Chunki hozir kiring ijtimoiy tarmoqlarda aksarida, hattoki videolarda ko'rsangiz ham haqiqiy, misol uchun bayram qilish kerak bo'lgan muxlislar yoki blogerlar yoki jurnalistlar, hattoki o'zini jamoasini hali oshkor qilgan, muxlislik qiladigan jurnalistlar ham ko'proq o'zini jamoasidan zavqlanmayapti, balki ana endi u nima qiladi, uni muxlislari nima qiladi degan narigi tomonni ko'proq gapirish kuzatilyapti. Shu nimadan desangiz, yillar davomidagi kurash hozir ikki armiyani parast qilib qo'ymadi bitta futbolchiga yoki bitta klubga, balki anti qilib qo'ydi narigi tomonga. Bir-biriga haddan tashqari ko'p gapirganligi uchun narigi tomonni heyt qilish ko'payib ketdi. Shuning uchun hozir to'g'ri Barselona muxlislari mazza qilib tomosha qiladigan uchrashuv, lekin endi shunga kelyapman. Endi Real muxlislari Portugaliya terma jamoasi chiqib ketgandan keyin nimagadir Portugaliyaga ko'p realchilar muxlislik qilganini men ochig'i tushuna olmadim. Ronaldo ketgan bo'lsa, Ronaldochilar bo'lsa kerak. Mayli endi. Bo'lib ham O'zbekiston terma jamoasi bilan o'ynadi. Keyin Fransiya terma jamoasi ligi sal tushunarli edi, lekin baribir Ispaniya terma jamoasi bilmadim, bir mamlakatni klubiga qattiq muxlis bo'lgan odam, endi yoshligimda shunaqa deb bilardim. Biz bechoralar endi boshqa formula bilan o'smaganmiz, rozi bo'lasizlar. O'sha yurtning terma jamoasiga muxlis bo'lishganda, misol uchun Juventusni ham, Milanni ham, Interni ham muxlisi, Italiya terma jamoasining umum muxlisi. Va 10-yillar ham Ispaniya terma jamoasining muxlisi edi, Real hamda Barselona muxlislari. Hozir Realdan hech qaysi futbolchi olinmaganligi uchun birdaniga anti Ispaniyachi bo'lib qolishgani juda g'alati. Men uchun juda g'alati, chunki bilmayman-da, endi yoshimiz ham katta, bunaqa muxlislik qilish mumkinligini ham tushuna olmayapman. Tushunmayman, ijtimoiy tarmoqlarga kiramanda faqat bu tomonni gapiraveradiganlarni eshitib oxiri menimcha u raqibidan ko'ra, ana u tomonda turganlardan ko'ra qiynalyapti deb o'ylayman. Chunki hadeb birovni yomon ko'rib, o'zini zahrini sochaverish ham, nafratini sochaverish ham bor-ku. Odam o'zi yaxshi ko'rgan tomoniga mazza qilib tomosha qila olmaydi. Chunki mazza qilish asnosida qo'ng'iroq qiladi. Mana misol uchun o'tirib Messini yoki Yamalni muxlisi bo'lib turib tomosha qilib, o'yinni yakunlab rohatlanmaydi deb o'ylaymanki, kimgadir qo'ng'iroq qiladi. Chunki ana unga qo'ng'iroq qilib turib, uni ezish zavqliroq. Ya'ni zavq boshqa tomonga o'tib ketib qoladi. Shuncha afsus, mana shunaqa armiya paydo bo'lgani bu futbolni tomosha qilishga va futbolni adekvat kuzatishga xalaqit beryapti. Va yana bir yomon tomonni aytaman. Hozir o'sha Ronaldo Real muxlislari misol uchun finalni ko'rmaymiz ham deb yuborishyapti-da. Agar shu Ronaldo Messi o'rtasidagi kurash bo'lmaganda, armiya darajasida bo'linib ketmaganda va antichi bo'lib qolishmaganda, aslida bu orzu qilinadigan final-ku deb tomosha qilish kerak edi. Farqi yo'q edi. Lamin Yamal yosh iqtidor o'ynayotganini ko'ryapti va baribir ispaniyalik futbolchi. Narigi tomonda Messi 39 yoshida bilmadim, umrida qilmagan ishlarni qilayotgan futbolchida, endi tan olishimiz kerak. Mana shu ikki ustoz shogird bir paytlari cho'miltirib qo'ygan.
Taqdirni qarangki, cho'miltirgan ana shu futbolchi hozir endi finalda ustozini mag'lub etishi mumkin. Agar mag'lub etadigan bo'lsa, Ronaldoni chiqarib yuborgan, Mbappeni chiqarib yuborgan, Messini yig'latgan futbolchiga aylanishi mumkin. 19 yoshida Lamine Yamal. Mana shunaqa futbolni zavqlanib ko'rish kerak edi hamma. Misol uchun 86-yilgi jahon chempionatini esga olar ekanmiz. Diego Armando Maradona noyob futbolchi bo'lgan. Unaqasi bo'lmagan. Va butun dunyo tomosha qilgan, butun dunyo xayrixoh bo'lgan. Qarang, o'sha payti zo'r bo'lgan, chunki antilar bo'lmagan. Hamma Maradonani mana bu kartinasini to'liq ko'ra oladi. Masalan, Roberto Baggio'ni hamma ko'ra oladi jahon chempionatida qilgan ishlarini. Hatto Braziliya muxlislari ham Roberto Baggio'ni finalgacha jamoani haligi o'zini sochi uzun bo'lgan, sochidan sudrab olib chiqqanida finalda yig'lab qolganini ko'rib turib, unga qo'shilishib yig'laganlar bo'lgan. Yana qaysi? Misol uchun Ronaldo braziliyalik 2002-yili jahon chempioni bo'lganda butun dunyo xursand bo'lgan. Ishoning, Fransiya terma jamoasiga muxlislik qiladiganlar ham, Zidanni yaxshi ko'radiganlar ham Ronaldo uchun xursand bo'lishgan, chunki u jarohatdan qaytib turib yana taxtga qaytganda. Hozir esa bir tomonni yomon ko'rish oqibatida to'liq ajoyib bir manzarani, afsuski, muxlislarni aksari ko'ra olishmayapti. Men bitta tomon demayapman, mana bu tomon ham shunaqa. Afsuski, mana bu tomon ham shunaqa. Ular ham hozir zavqlanishlari kerak bo'lgan o'yinda, ishoning, zavqni boshqa janrda haligi amalga oshirishadi. Sherigiga qo'ng'iroq qilib, do'stlariga qo'ng'iroq qilib yoki qayerlardadir izoh yozib, zahrini sochib, nafratini sochib, Messi hamda Yamal o'rtasidagi uchrashuvni to'liq ko'rmagan holatda mana shunaqa qilib kuzatishadi. Chunki mana ko'ring, Instagram to'lib yotibdi. Bu tomon deb turib afsuslanib, haligi ko'rmayman finalni deb yuboryapti. Mana bu tomon sen ko'rmalaring, boshqa qilmalaring. Bu final, bu terma jamoalar o'rtasidagi har 4 yilda o'tadigan mundial. Bundan zavqlanish o'rniga mana shu anticha. Afsuski, ularning soni ko'p. Ular endi bilmayman, endi hozir asosiy kontent o'shalar uchun qilinadi. Men bu yerda men tomosha qilayotganlarning aksari shular-ku, hali futbolga tushgan qurt demoqchiman-ku, lekin katta armiya bo'lgandan keyin ular belgilashadi, ular izohlarni to'ldirib tashlaydigan bo'lsa, neytral odam kuzatadi, haqiqatan rostdir deydi. Aslida rost bo'lmaydi, hech qanaqa rost bo'lmaydi. Va ko'ring, hozir sharhimdan keyin Messi fantastika ko'rsatgandan keyin shu o'yinga mos sharhlangan emotsiyalardan so'ng Angliyani qo'rqoq degan bo'lsam, qo'rqoq emasmi? Mard odam chiqadimi? Qo'rqoq emasmi? Aytsin. Men shu yerda Angliyaga xayrixoh bo'lib turib, Angliyaga achinganimdan aytdim. Boshqa narsa qilsa bo'lardi va boshqa narsa qilib ham yutqizib qo'yganda bir mag'rur chiqib ketadi. Hozir ham himoyalarni ham eplay olmadi. Baribir yedi gol. Endi qanaqa ahvolga tushadi? Shu qo'rqoq bo'lmay nima bo'ladi? Qo'rqoq futbol jazolanadi, do'stlar. Qo'rqoq futbol bu himoyaviy futbol degani emas, balki qo'rqib natijani ushlash maqsadida noto'g'ri ishlar qiladigan, raqibning hisobini olmasdan noto'g'ri ishlar qiladigan futbolga aytiladi. Shu boisdan ham sharh o'zanida ketadi. Futbol qanaqa ketayotgan bo'lsa, kim zo'r o'ynayotgan bo'lsa, Bellingham comeback qilsin edi, do'stlar, ishoning, Messidan ko'ra ko'proq baqirardim. Chunki Bellingham menga juda ham yoqadi. Haligi xarakteri boshqasi, lekin u emas, bu qilyapti-da. Bunga o'zlari yo'l ochib berishyapti. Koridor, mana qirol, kel, sen nishonla, yana bizni mag'lubiyat Maradonaga o'xshab turibdi. O'zlari yo'lak ochishyapti va u gollar tug'ib berayotgandan keyin endi nima deysiz? O'sha yerda qanaqasi Angliyani maqtashi mumkin? Neytral sharhlang deb qo'yishadi. Neytral sharhlashni bilishmaydi shekilli o'shalar. Neytral bu voqelik aytiladi. O'sha neytral bo'ladi. Chunki anavining ham haqqi bor. Gol urayotgan jamoaning ham haqqi bor. U juda chiroyli gol uryapti. Juda ko'p mehnat qilib gol uryapti. Va siz o'rtani olishim kerak deb turib, ana yutqazayotgan, qo'rqoq futbol ko'rsatayotgan jamoani o'ylashga haqqingiz yo'q sharhlovchi sifatida. Va ayni mana shu zo'r o'ynayotgan, to'g'ri o'ynayotgan, tinimsiz hujumkor futbol ko'rsatayotgan jamoani maqtashingiz neytrallik bo'ladi. Yozib qo'ying, shu izohlarni yozayotganlar bor-ku, neytrallik degan so'zni chiziq tortib davomidan hozir aytganlarimni yozib qo'ying. Mana shu neytrallik bo'ladi.
Nima yozsangiz yozavering kommentariyada, izohda. Men inobatga ham olmayman. Menda bu narsada zo'r immunitet shakllangan. Shuni yoppam qo'yishim mumkin. Hamma qolib ketadi, yo'q ketadi. Men o'sha paytda shuncha yozilgan izohlar shuna axlatga tushib ketgandek tasavvur uyg'otadi, kulib qo'yib yopaman. Agar yopishim kerak bo'lsa. Shuning uchun bu narsa o'zgartirmaydi. Bu narsa ta'sir qilmaydi. To'g'ri bo'lsa, chunki hozir futbolni birinchidan Argentinaga muxlislik qilib tomosha qilganlar sharhdan zavq olishgan. Shuni yozishyapti. 50-50 da baribir 100% emas, xotirjam bo'lasiz. Keyin neytral tomosha qilganlar ham menga juda ko'p do'stlarimiz boshqalar yozishadi va sezaman ham izohlarda. Ular o'sha tempda ketganligini aytishyapti. Tempda ketish kerak. Men uchun sharhda va juda ko'p sharhlovchilar uchun asosiysi qaysidir jamoa yutishi, qaysidir jamoani qulog'idan tortish emas, balki sharh yaxshi chiqishi. Har bir epizodga to'g'ri, xiyonat qilmagan holda munosabat bildirish. Mana shuni men sharh deb bilaman, mana shuni neytrallik deb bilaman. Endi bahonada aytib qo'ydim-da. Bular ham nimadan chiqib kelyapti? O'sha antichilikdan. Endi antichilikni yig'ishtiring deb turib hozir va'z, nasihat o'qiganman, foydasi yo'q. Bo'lar bo'lgan. Endi finalni ko'rmasin. Bu toifa farqi yo'q. Finalni ko'radiganlar yetarlicha topiladi. Eng arzon bileti necha? 6,5 ming, 7 mingdan boshlanar ekanmi dollarda? Mana shunaqa final. Neytral muxlislar ham dunyoda ko'p. Shuning uchun xotirjam bo'lishadi. Ko'rmaymiz deyotganlar aslida ko'rishadi. 3-o'rin uchun ajoyib bahs bo'ladi baribir. Endi belgilab olish kerak ular ham Fransiya hamda Angliya. Hozir Harry Kane'ning, Kylian Mbappe'ning gollari ko'p bo'lishi mumkin. Finalga qaraganda 3-o'rin uchun kechadigan uchrashuvda gollar urish osonroq menimcha. Chunki yo'qotadigan narsasi bo'lmaydi. Ikkalasi ham bir alamzada jamoalar hozir. Alamzada paytda gazini bosdi, 3-o'rinni oldi nima, 4-o'rinni oldi nima. Lekin ana o'sha joyda chempion bo'la olmading, 2-o'rinni olding deganda dahshat farq qiladi. Mana bu tomonda uncha farq qilmaydi. Shu do'stlar, bir bo'lim gapirib qo'yibman. 45 daqiqa gapirib qo'yibman. Nima deymiz do'stlar? Finalda ko'rishamiz.